Hammaga assalomu alaykum. Ertaga 5-iyun kuni O'zbekiston milliy terma jamoasi Birlashgan Arab Amirliklari bilan to'qnash keladi. O'yin oldi rasmiy matbuot anjumanida nima gaplar bo'ldi, barchasini sizlarga taqdim etaman. Videoga bir dona like bosib qo'llab-quvvatlashni unutmang. Jahon chempionati 3-saralash bosqichi 9-turda o'rin olgan Birlashgan Arab Amirliklari O'zbekiston uchrashuvidan oldin matbuot anjumanining ikkinchi qismiga bosh murabbiy Temur Kapadze hamda Vinger Jaludon Masharipov ishtirok etdi. Hammaga salom. Albatta ertaga bizni muhim va qiziqarli uchrashuv kutib turibdi. Hammamiz sog'-omonmiz. Sizlarni ko'rib turganimdan xursandman, dedi Kapadze. Hammaga salom. Sal hayajon bor, chunki hech qachon bunday bosqich davrida bo'lmaganmiz. 36 millionlik xalqimiz bizdan ijobiy natija kutmoqda. Biz xalqimiz uchun katta bayram qilib berishga reja qilganmiz. Biz jahon chempionatiga loyiq ekanligimizni ko'rsatib qo'yishimiz kerak. Bizga oson bo'lmaydi, lekin hech narsa to'sqinlik qilmaydi deb o'ylayman. Ertaga o'zbekistonlik muxlislarni xursand qilishga o'ynaymiz, dedi Masharipov. O'zbekiston terma jamoasining afsonaviy hujumchisi Maksim Shatskix Birlashgan Arab Amirliklariga qarshi o'yindan oldingi fikrlari bilan bo'lishdi. Birlashgan Arab Amirliklari terma jamoasiga qarshi kechadigan safardagi uchrashuvga mag'lubiyatdan tashqari har qanday natija bizga jahon chempionatini eshiklarini ochadi. Ertaga terma jamoamizdan faqatgina jahon chempionati yo'llanmasini kutaman, dedi Maksim Shatskix.